هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Qadirlik, hürmetli görürmelerimiz. Mana bu Resulullah programımızdan 13. sanını görüşünlerini qizg'in qarshi olamiz. Ben Abdullah Yılğun. Qadirlik görürmelerimiz hemmalar ma'lum bo'lgandek bu ulug' muborak oyning boshlanishi bilan huzuringizda bo'lib o'tgan har kuni shu soatlarda huzuringizda bo'lib o'tgan bu programma o'xshash soatda davom qilib o'tadi. Bu muborak oyning, bu go'zal oyning sharofatidan ham bahrlangach huzurunu sürgeç Allah ata qilgan bu mübarek günlerde saatlerde bizge yolbaşçı bo'lgan bizning suyumli peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ana şu güzel ahlakını, iş hareketlerini özümüzden hayatıda tatbiqlab, özümüzden hayatını texinmek güzelleştiriş maqsadida başlanan programımız her mavzuda her bir programımızda bir mavzunu tutgan asasda devam qilib kelyapmiz. Programımızın daimlik mehmeni hammalar tanışıp bo'lgan Sharq Turkiston Ulamalar birligi a'zosi da'vatchi Ustoz Habibullah Ko'sanining taklif qilib, qimmatli vaqtini chiqarib, qadam tashrif qilganligi uchun oldin bilan ko'p rahmat aytaman. Sizlarga ham ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Rahmat, Alloh razı olsun. Ustoz bevosita programmamizga kirsak, har qatimqadek har bir bölümde Rasulullah bilan bir mavzu qilyapmiz. Bugungi temamiz bo'lsa Rasulullah va kambag'allar temasida to'xtalaylik deb shu yerga keldik. Oldi bilan programmamizga temamizga kirishdan burun qadrli qarindoshlar, ekran oldida chiqib turadigan nomerlar orqali aloqador bo'lgan mavzumizga aloqador bo'lgan savollarni so'rashinglarni ko'plagan qarindoshlarimizning ham foydalanishi uchun ham baharlab qo'yishinglarni umid qilamiz. Bugungi temamiz bosh mavzumuz Rasulullah va kambag'allar. Albatta har qanday bir jamiyatda har xil tabiqada bo'lib yashaydiganmiz inson bo'lish sifatimiz bilan biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan bizga yo'lboshchi bo'lgan rasulimiz kambag'allarga, ojizlarga, yo'qsullarga qanday muomala qiladi deb bu haqda biz va shunda yashagan biz agarda shunda ko'rilmalarimizning ichidan haqiqiy kambag'al yashayotganlar bo'lsa, bular qanday pozitsiya tutish kerak? Allohning bu ato qilgan narsasiga, bu taqdiriga, bu kambag'allik taqdirmi yoki inson o'zi uğurluqadan paydo qilib olgan narsami bu temalarda paranglashimiz. Bevosita oldi bilan biz programmaga shu dinimizda kambag'allik degan bu narsani, bu hukmni, kambag'allik degan nima, bu to'g'risida shu yerdan kirsak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va man vala. Allah subhanahu va taala mush ulug' ay, ulug' kunlarda hammamiz ro'za tutib, tang ro'za tutib, hozir hammamiz boyma o'xshash, kambag'alma o'xshash bo'ldik. Bu nihoyat yaxshi bo'ldi. To'g'ri hamda biz bir musulmon bo'lish sifatimiz bilan Rasulullohning mush kishilik hayotini bilish va kishilik hayotidagi Rasulullohning boshqalar bilan bo'lgan aloqasini, muomalasini bilib, shu bo'yicha yashash har bir musulmonninki dinining bir qismi hisoblanadi. Ham bak dinning eng muhim qismi hisoblanadi. Hamda Rasululloh kambag'allarga qanday muomala qiladi, boylar bilan, musibat ahli bilan degandek buni deyishib kelyapmiz. Maqsad Rasulullohning kimligini va qanday muomala qilganligini va Rasulullohning naqadar esil zot ekanligini o'tirib chiqarishamiz. Xo'sh, ana bugun shu kambag'allik degan nima desak, hamda buni arabchada faqir deymiz, uyg'urchada faqir deydi. Bu aloqa kambag'al deganimiz topqini asosliq ehtiyojiga yetmaydigan odamni biz kambag'al deymiz. Masalan, bir odamningki oylik chiqimi normal, masalan, uy ijarasi Turkiyaga qolsa 1000 TL. Faturasi chiqadi 200 TL gaz su. Tamak yemek içmek için 500 TL ketdi desek, şuna qo'shilib hammasi 1700 TL oylik chiqim bo'lsa, bu adam 1000 TL yoki 600-700 TL topalaydi. Mana bu odamni kambag'al deymiz. Endi bu yerda bir deb qo'yilgan ish, bu kambag'allikmi endi? Ba'zilar taqdirining o'rlashtirishi bilan bo'lgan kambag'allik.
Yani bunda deganlik Allah subhanahu ve taala bu insanı yaratıştılar. Ma'lum aciz yaratgan. Ya meyip yaratып koygan. Şunun bilan bu şu takdirning o'rinlashtirilishi meyip bo'lib qolgan. Ya bo'lmasa her meyip kambag'al emas ki. o to'g'ri. Lekin hani ba'zi meyiplar ishlab o'zininki oila ehtiyojini qondirolmaydigan bunday. Albatta meyip bo'lsa-mu, ba'zi meyiplar mahorat o'rganib shundami? Bizning natijasida utuq qozongan meyiplar bor. Onun başka nurg'un meyiplarni o'qimiz. Masalan, Saudiya Arabistonininki sobiq muftisi İbn Baz rahmetullohi alayh shundoq butun dunyo e'tirof qilgan bir diniy zot edi, ammo ko'zi ko'rmaydi. To'g'ri, meyiplik o bir nima emas hamda, lekin ko'pincha holatda hamda bular taqdirning o'rinlashtirishi bilan meyip bo'lib qolgan, kambag'al bo'lib qolganlar. Ya'ni ming tirishsimi, ming qismi shu sharoit cheklimasi bilan o'zining ehtiyojini qamdayolmaydiganlar. Hem birisi ma o'rinliqdan kelib chiqadigan kambag'allik hamda. Ma bak muhim hamda. Ma shu o'rinliqdan kelib chiqadigan kambag'allik bu şu adamning peshonasiga bir numus hamda. Bunu bilse. Çünkü hurulluq Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her 5 namazdan keyin pana tilgan en yaman illatlarning birisi. Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasal degan Peygamber sallam. Her 5 vaqt namazdan keyin. Ey Allah, men yaramas adam bo'lib qolishdan, ajiz degan qo'lda ish kelmaydigan, yaramas adam bo'lib qolishdan va hurulluqdan pana tilayman. Shuning uchun ulamolarimiz mushnunga, mushu hurun ishini tuzuk qilmaydigan, hunar o'rganmaydigan, bilim o'rganmaydigan, tirishmaydigan, ma kambag'allikni biz hozir kambag'allik deb qo'yamiz, lekin ma'u kambag'allik yoki fiqrlik, kambag'allik taqdir emas degan bu so'zni bu uqumdan tushunasiz ekansiz. Yani bir konularına bir gap var. Yaratışını ben yarattım, yaratılışım özenge degandek. Bu dünya Allah subhanahu wa taala bu dünyanı sebep netice dünyası kıldı. Leysa lil insani illa ma sa'a ve anna sa'yahu sawfa yura. Bir ayet var. Sizler ne mi kılanlar? İ'malu feseyarallahu amalakum ve rasuluhu. Siz tirişip işlerine amel kılanlar Allah'ın Resulü gördü diyen gap, bunun neticesi çıktı diyen gap. Allah bu dünyayı şuna yarattı. Şunun için mesela bazı bilimiz zaten bu çokum yardıma ihtiyaclı, hiç kandak bir nas tapamaydigan adamlar buldu. Bu takdirini o'rinlashtirishi o adamlar Allah'ın amaşı o'rinlashtirgan takdir razı olsa biz qo'ldan kelganlar yordam qilsa bo'ldi. Ammo miyada kambag'allik g'ururlikdan kelib chiqqan, o'rganmaslikdan kelib chiqqan, tirishmaslikdan kelib chiqqan kambag'allik bo'lsa, ma'lum bo'lmaydigan ahvol. Am nimishqa degan chaqda meniki bu yerda jamoatga devoldig'im. Qardoshlar, har bir musulmon islomning bir elchisi. Xo'sh. Ya'ni Qur'ondagi islom musulmonlarning ish harakati bilan ifodalandi. Ya'ni islom bor, Qur'onda bor islom, ammo buni ifodalash, buning yaxshi tarjimon bo'lish, buning yaxshi elchi bo'lish, bu islomning yaxshi advokati bo'lish bizning vazifamiz. Tamam. Hem de bizning qo'limizda iqtisod bo'lsa, bizning qo'limizdan bir ish kelsa, qo'limizda bir mahorat bo'lsa, bu nayt yaxshi musulmon bo'ldi. Bu bak muhim. Ya'ni islomning obrazini şu hadisda balkim al-mu'minul qawiyyu khayrun minal mu'minid da'if. Kuchlik musulmon iqtisodda, jismoniy jihatda, iymonda, mahoratda kuchlik musulmon, ojiz musulmon Allohga suyumlik degan shu. Shuning uchun boshqalar bizning dinimizga dunyoda yaratgan utug'imizni qarta baho berdi. Bu muhim. Bizning yaratgan utug'imizni qarta baho berdi. Voy islomda va Qur'onda va deb hammamiz kashfozlar yursak, bu islomni hech kim da'vo, hech kim nim qilmaydi. Tamam. Voy Qur'on bizning hammamiz Qur'onda bor, bizning to'g'ri deb qo'yib, hatto chapanning tugmasidan tortib, oyoqning bo'qqinchilik haqida yasagan narsani ishlatib yursak, haqlar bizning ko'zga ilmaydi. Shuning uchun shu musulmonlar amal ba al-yadul ulya xayrun min al-yadus sufla. Olgan qo'ldan bergan qo'l afzal.
Buni bilishimiz kerak. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam duo qanchaqda duo. Allohumma robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Duolarining duosi mava. Eng katta duo. Ey Allah, mush dunyodan men yaxshilik ato qilgin, oxiratda yaxshilik ato qilgin, do'zax azobidan saqlagin. Ya'ni bu dunyoda Allah Peygamber Aleyhisselam kambag'allikdan panoh tilgan, qarzdorlikdan panoh tilgan. Bu nima desa islom buni yaqilmaydi. To'g'ri. Hatto kambag'allik kufrga yaqindir. Kadal faqru ay yakuna kufra. Kambag'allik kafir bo'lishga oz qoldi deb. Chunki yo'qsizlik seni iymoningni, vataningni, vijdoningni setishga majburlaydi. Shuning uchun inson amal va qo'ldan kelish xizmatning o'zi bizga ibodat inshaalloh deyishimiz. Faqat mishada taqdirning o'rinlashtirishi bilan bo'lgan kambag'allik bilan uğurluqdan bo'lib chiqqan kambag'allikni musulmonlar farq etishi, birinchisi Allohning taqdiri, ikkinchisi inson uchun nomus. Xo'sh, endi deganlaridek har qanday bir jamiyatda biz yuqoridagi o'tgan tunugungi darsimizda biz sinoq imtihon dunyosi ekanligimizni masalasida to'xtaldik. Ya'ni imtihon qilinishimiz uchun chuqur kuchliklar bilan ojizlarning bo'lishi kerak, boy bilan kambag'al bo'lishi kerak. Bir-birisining haqqini qanday ado qildi. Biz shu shaklda sinoq qilamiz hamda kambag'al o'zining kambag'alligi bilan buni qanday sabr qilishga siniladigan gap. Boylar qanday pulisning haqqini beryapti, bu shaklda sinilamiz hamda. Endi Rasulimiz kambag'allarga qanday muomala qiladi desak. Albatta Rasul akram sallallohu alayhi vasallam yani kambag'allarni ko'rgan vaqtida chiroyi o'zgarib, ko'ngli yerim bo'lib, tit bo'lib ketadi. Yani bu kambag'allik mundaqcha darajada bir ijtimoiy kasal, hammamiz bilamiz. Shuning islom dinida zakotdan iborat bir tuzum bor. Islomning 5 prinsipi, 5 turkidan birisi zakot. Bu zakot asli islomda mash kambag'allikni to'kitishninki eng unumli chorasi. Shuning dunyoda musulmonlar biz qo'rqmay deyalamizki, boylar zakotdan to'liq olsa yer sharida kambag'al qolmaydi. Masalan, bizning bir vatanda bizniki rayon bo'lingan chaqda eng kichik rayon yezg'o hamda. Yeza. Kanit deb qo'yamiz-ku. Kanit. Men %100 aytman, shu kanitdagi boylar 2,5% zakotni dehqonlar o'shirni olsa, ash kanitda kambag'al qolmaydi. 2,5%. Agar bir nahida shu nahining boylari zakotini olsa, kambag'al tutilay tugaydi. Islomning maqsadi kambag'alni tugatish. Hozir dunyo nima uchun kambag'al bor deslar? Biri kambag'alning haqqini yeb oladi. Ikkinchi shu asosiy shu zakot kambag'alning tegish haqqini boylar bermaydi. Iyilib ketadi. Shuning uchun islom dinimiz bu kambag'allikni asosiyatini tugutish uchun zakotni o'tirib qo'ygan. Ana Payg'ambar alayhisalom haqiqatan bu ahvollarni ko'rgan chaqda turolmaydi, ko'ngli yerim bo'ladi, chiroy o'zgarib ketadi. Bu vaqtda bir vaqalik va Jarir radhiyallohu anhu shunday deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kunda bu kun endi tahbi kun tusholmay turiblam. Et deganda tusoq, puti yalang'och, badanda kiyimi yo'q. Yalqi olchipa yungni mundaqlam bir dumbisiga otib olgan. Bir siziq qora, bir siziq oq. Işte olchipa bir narsani nam qo'ygan, shunday bir odamlar keldi dedi. Kelgandan keyin payg'ambar ular qilishlarini esib olgan dedi. Xo'sh. Ham ko'pinchisi yoki hammasi Mudar qabilasidanti. Shundan payg'ambar sallamning chiroyi o'zgarib ketdi dedi. Ya'ni qaraslar shunda kishilar qilishni esib olgan, ya'ni mujohidlar qildi bu. Ammo kiyimim yo'q, putida oyog'im yo'q. Shunda bichara odamlar dedi. Shundan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bulardagi bir muhtojlikni ko'rib birdam uyga kirdi dedi. Birdam chiqdi dedi. Ya'ni joy turamdi deb payg'ambar alayhisalom. Shuning bilan Bilalga deb azan to'layadi dedi. Ya'ni o'z vaqtida namozga azan to'lsa Allohu akbar deb to'laydi. Bunda muhim ishlar o'qasa as-salatu jami'a deb bunda to'laydigan bir. Uni azan deb ataydi. Kishilarni chaqirdi, Bilal azanini chaqirdi, chaqirgandan keyin shundan payg'ambar alayhisalom namoz vaqti bo'ldi, namoz o'qidi. Ondan keyin bir leksiya so'zladi, ya'ni xutba o'qidi. Xutba o'qib, ey insonlar, sizlarni bir jondan yaratgan Alloh Rabbinglardan qo'rqinglar deb oxirisida
İnnallâhe kâne aleykum rakiba. Allah sana davamlıq görüp durdu degan oyatning o'qidi, shuni tabliq qildi deydi. O'qib shuning bilan vel tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Her bir odam o'zining atisi uchun, ya'ni oxirat uchun nima berganlikka qarab baqsunda bu shunday gap qilib, qandakin shundan xalqlar bir dinar, bir dirham, ba'zilari bir kiydigan kiyim, hatta 5 bir adam deydi. Mush xo'mi, quluq shu o'chim to'shmaydigan bir o'chim xo'mini ochiq tashildi deydi. Şulan xalqlar buni ko'rib, ashundaq bir muncha sadaqatlarni, ionlarini to'plab, shu xaman ion to'planib ketdi. Shuna payg'ambar sallallohu alayhi chiroyi xushallikdan nurlanib ketdi deydi. Nurlanib ketdi. Rasululloh nima dedi desizlar? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha va ajru man amila biha dedi. Kimki islomda tashabbuskorlik bilan bir yaxshi ishga yo'l ochib qo'ysa, bu yaxshi ishda vujudga kelgan butun yaxshilikning ajri shu tunji yo'l ochgan tashabbuskorlikning maydonga chiqqan odamga bir nusxasi berildi dedi. Bu biz mushu hadisni men davomli bek yaxshi ko'radigan hadislarning biri. Bular biz Uyg'urlarga emas, bizda tashabbuskor odamlar bek az. Bir ish bo'lsa, men sizga qarayman, sizlar men qaraydi. Bir-birimizni og'inib, o tashkilot deb ani qilmaydi, ma tashkilot mani qilmaydi, o falon o'qijam uni qilmaydi deb boshqalarni ayib qo'yamiz. Islom deydi, sen tashabbuskor bo'l deydi. Ma hadisda nima dedi? Qanday bo'ldi? Payg'ambar alayhisalom dashadi bir iyoni yig'moqchi. Bir bechora uyda ishimiz yo'q, bir o'chim xomini chiqib tashlabdi. Xalqlar buni ko'rib, ta'sirlanib, hammasanikin banasidan chiqib sadaqat qilib, xaman iyonlar yig'ilib ketdi. Shuna payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedi: "Men sanna fil islami sunnatan hasana." Kimki islomda bir yaxshi ishni bulishiga yo'l boshchilik qilib qo'ysa deydi. Ya'ni bir yaxshiga tashabbuskor bo'lib, kim qilagini oldida sakrab tushish deydi. Bo'lsa, mushu yaxshining ajri va uningdan keyingi mush yaxshilik shu yaxshiga ergishib qolgan odamlarning butun savobliklardan bir nusxasi ash tashabbuskor bo'lgan odamga bo'ladi. Yaman ishga o'xshash. Kimki men sanna fil islami sunnatan sayyi'a deydi. Mushu islomda bir yaman ishga yo'l boshlamlik qilib, yaman ishga tashabbuskor bo'lsa, kin shu yaman ishga ergashganlarning butun gunohlarining bir nusxasi ash yaman boshlovchiga bo'lib turadi deb mushunda degan. Am demak Rasululloh mushu darajada kambag'allarga ko'ngil bilatdi. Ular uchun ioni to'playdi o'zining qilamasa, ya'ni ko'ngil bilatdi degan gap. Bu hadisdan nimani ko'rib olamiz degan vaqtda ana musulmonlarning ahvoliga ko'ngil bo'lmagan yoki ularningki dadiga darmon bo'lmagan, faqat o'zininki ishi bilan bo'lgan odam, ya'ni yaxshi odam emas. Buni men davomli bu Uyg'urlar buni tushunish kerak, musulmonlar buni tushunish kerak. Masalan, menga bir bu yerda shu Yevropa davlatlaridan gap qildi. Mushu bizda mushu Uyg'ur masalasini, mushu vatandagi zulmga qarshi turmaydigan odam bekjiq deb. Masalan, mushu hayron qolmadim, men Yevropada odatda bir Germaniyada bir 3000 odam bor deydi. Ammo Yevropada namoyish shu butun Yevropaliklar yig'ilibdi, arani 2000 odam yig'ildi. Bu faqat to'g'ri emas. Ya'ni islomningki 5 kun tushgan vaqtida, musulmonlarning 5 kun tushgan vaqtida, Uyg'ur qarindoshlarning 5 kun tushgan vaqtida hamma odam tashabbuskor bo'lib, hamma odam o'zini oldinga saf atish kerak. Mana bu hadisning ro'yi bu. Ammo silmang döngap, mansliga döngap, mansildan ag'rinib qilish bu hargiz bir yaxshi musulmonningki ish emas. Chunki Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam dedi: "Wallahi ma amana man bata sha'ban wa jaruhu ila janibihi ja'i'un wa huwa ya'lam" dedi. Alloh bilan qasamki, qo'shnisi osh yetib qolsa, uning osh ekanligini bilib turib to'q uxlab qolgan odam musulmon iymon etmagan bo'ldi dedi. Payg'ambar mu'min emas, u musulmon emas dedi. Ya'ni mening qo'shnamning beshida dad, qo'slig'ida osh, beshida bola, ustida zulm tursa, men xiyolim kelmadak, o'zimni ish bilan qolsam, men musulmonman. Payg'ambar u ma'aman dedi. Iymon etmadi, u iymonning nimaligini bilmaydi dedi. Iymon uning gelning narsaga o'tmadi dedi. Shuning uchun
Peygamber Aleyhisselam şu en mening şu Peygamber Aleyhisselam kambag'allarga qanday muomala qildi deganda musulmonlarga deb beradigan muhim bir gap bor. Bu kambag'allarning ba'zilarini bilamiz, ba'zilarini bilmaymiz shu. Mosh bilinmaganda Peygamber Aleyhisselam bildi. O'ylab boqsizlar. Bu mana bu payg'ambarning ishi bakjiq payg'ambar hamdi. Ishi jiqmi jiq emasmi? Albatta. Shunchalar jiq turib, hech kim diqqat qilmaydigan yerga diqqat qildi. Mana bu bizning qo'mondonlarimizda, cho'nglarimizda bo'lishtirishlik bir sifatchu. Har bir musulmonda bo'lishtirishlik sifat. Masalan, Abu Hurayra radhiyallohu anhu shunday deydi. Men masjidda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning minbar bilan Oysha onamizning yotadigan uyiningki orliqida tugilib yotdim deydi. Tugilib ochliqdan qo'sqimni yerga chaplab ochliqdan mushta yotatdim. Ba'zanda qo'sqimga toshni bunda tinib bog'lab olatdim deydi. Ba'zanda ochliqdan aylanib ketdim deydi. Şo'lan da ba'zilar kelib peshonamni da putini bilan linchitib baqdi deydi. Voy bechoraga jin chapishib qopti deb ketdi deydi. Shu darajaga ochliq tushib qoldim deydi. Endi bir kunsi shunda qo'sig'im ichib, baklam qo'sig'im ichib ketdi. Shondan Abu Bakrning qashig'i atoydan berib, "Ma oyatning ma'nosini nima?" deb so'rab baqdim deydi. Oyatning ma'nosini deb qo'yib ketib qoldi deydi. Umar radhiyallohu anhu qashig'i berib, "Ma oyatning ma'nosini nima?" desam, "Da" deb qo'yib ketib qoldi. Ya'ni asli maqsadim, mening menda bir ochliqimni bilib, uyga bir mehmon qilamiki desam, ikkilisi buni bayqamay qoldi deydi. Yani to'g'ri Oyatdan bağı ular hayatını sormaydı da. Ha. Ularning sifatini. Ha. Abu Hurayra hayatını diyemeyken mana. Shunchalar turib. Bizcho hozir mana endi muhtojlarni o'rganish kerak da. Osh tajda bo'lsa men osh, men mehmon qil diyemeganda shunchalik hayolikdi. Mana bu muhtojlar topilgan Abu Hurayra sifatda mana bu. Shuni bilan Payg'ambar alayhisolamning qishig'i xodim dedi. Payg'ambar alayhisolamning qishig'i berib, basam Payg'ambar alayhisolamda qarab men kulimsirdi dedi. Qarablam qana qildi? Kulimsirab, meningdiki ya'ni nim bo'lganligimni bilib oldi dedi. Chiroyimdan nim bo'lganligini bilib, menga ya Abahir deb, akilatida endi Payg'ambar. Abahir deganda mushning dadasi degan gap bor. Chunki mush vaqlamroq ekan bu odam. Menga Abahir deb akiltib, meni kendimden mağdı dedi. Şuna vay bul deb mağdım dedi. Menim şuna Peygamberim uyun aldığı kelip işini çekip ayaldan öy kirişke ruhsat sordu dedi. Üyüsünün uyga ayaldan da işini çekip ruhsat sorup girdi dedi. Ruhsat sordu, ruhsat birdi öy kirdi. Kirip şuna öy kirsek bir qaçıda süt turuptu dedi. Süt turgandayken "Ma süt nereden geldi?" de Peygamberim soraptı. Bu sütni falana kişi yoki falana ayal mesela soğat qilib akibdika dedi degankin Peygamberim "Ha, Abu Hurayra deb, Abu Hir berib masjiddagi ahli sufni hammasini chaqirib keldi" dedi. Ahli suf degani taxminan soni 30-40 odamlar. Bular kimlar deslar? O'sha Makkadan Madinaga hijrat qilib kelgan, yotadigan, turadigan uy yo'q yoki u yer bu yerdan musofirlar. Bular masjidda yotadi. Şu Peygamber Aleyhisselam o sahabe o sahabeler bir mehmon qilib qilgan kishilar. Shuna qaysam bir qachisi turibdi. Berib ahli sufni chaqirib keldi dedi. Abu Hurayra dedi, "Xudoyo tövbe" dedi. O'zining gapini dedi, "Xudoyo tövbe. Men issam, men aqliq emasmi? Uni chaqirib akasam nima qiladiman deb ko'nglim tashlar deb ketdim dedi. Oldi endi shuni chaqamay desam Peygamber Aleyhisselamning buyrug'i. Oldi putim nasam, keyin putim so'rish oldi dedi. Ya'ni mang'im kelmaydi dedi. Qo'sqimdan ichib ketgan ancha. Ya Allah. Şonan berib ularni chaqirib akeldim. Ular uy kirib o'tadi. Şonan Payg'ambar alayhisalom, "Ha, Abu Hurayra sen ularni sutni apirib ularga taqdim qildim." Shuna hammasi ishdi dedi. Oxirisi qolgan chaqdan sen ishdidi, yeni issam, yeni ishdidi, yeni issam, yeni ishdidi. Voy Rasululloh bir kirdigan bir bo'sh o'rin qolmadi dedim Rasululloh. Endi demak, mishada men biz Rasululloh kambag'allarga qanday muomala qiladi degan vaqtda o'ylab baqsizlarmi? Mana mishani o'rganishimiz kerak. Hozir odamlar shundoq so'rayolganlar hamma odamdan so'ray oladi. Qani oldiman bir narsa bor, yo'q deb bora olganlar hamma odamdan so'ray oladi. Miyada biz buni so'rayolmaydiganlarni bilish. Payg'ambar alayhisalom kambag'allarga qanday muomala qildi endi
bilinmeydigan, hayo qilib xalqlardan so'ramaydiganni biladigan saviya, ong, sapa bo'lish kerak bizda. Xo'sh. Peygamberim ham shuning uchun yani mushunga o'xshash qissalarni aytijik, yani kambag'allarga muomala qilishda, yani oshkor kambag'alni Payg'ambar alayhisalom albatta ko'ngil biladi. Bunda oshkorlayolmagan, ularni chiroyidan qarab, harakatidan qarab Payg'ambar alayhisalom bilib, o'shanda ular ko'ngil bildi. Xo'sh. Endi biz o'tgan bölümlerde mi sözüldük Peygamber Aleyhisselam'ın qanday hayatda yaşaganligini. Hatta anılarımızdaki guvahligi bilan Resulullah'ın uyida 3 oygacha, 1 oy, 2 oy, 3 oy o't yiqilmaydi deb so'raganda boshqalar nim bilan hayot kechirdilar deganda biz al-asvadan xo'rim bilan suv. Bunda degan bir payg'ambar hamdir. Rasululloh hargiz yuqorida sizlarga bilgandek rasmiy taqdir qilingan bir kambag'allikni yashagan biz emas. Burunmi shunda qo'l ilikida bati, kiyimi shu to'yqan degan Xadija onamiz bilan yashadi. Mesela mushu Rasulullohning keyingi payg'ambar bo'lgandan keyingi o'zi tanlab, o'zi quliq nimekasi boshqalarga berib o'tib, uyda turg'izmay yashashi Rasulullohniki. Ama bunu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bize piqirlikni, mush kambag'allikni yaşagan özü de bunu qanday ifodalaymiz? Rasululloh boshdan kechirgan yaşaganmi dem yo'q. Masalan, Rasululloh baymite kambag'almite degandek. Hamda Rasululloh boy deyil desak, boy deyil desak, siz billayna Rasulullohning oilasida 3 oy o't yiqilmaydi. Hatta hayot tuguguncha oxirigacha 3 kun oqaqidan qo'shiq to'yib baxmadi Rasulullohning. To'yib baxmadi degan gaplar. Kambag'al deymek desak, bu Qur'onning oyati xilop. Qur'on nima deydi? Va wajadaka ailan fa aghna deydi. Alloh seni kambag'al holatda topdi va boy qildi deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Xadija onamiz bilan to'ygan chog'da 20 to'yga to'yliq qo'ygan. Xo'sh. 20 to'yga hozir bir to'ygini 10 ming lira desak, ya'ni 200 ming lira to'yliq qo'ygan Xadija onamiz. 10 mingga bermaydi-ki. 10 mingga bermaydi to'ygini. Kambag'al deyil desak, mana shundoq. Hatto siratlar chiqdi, bir kisi kelib Rasulullohdan mol dunyo so'ragan chog'da 2 tog'ining 30 to'shqishlik tuyoq qo'ylar kallani bergan. Shuna voy, yo Muhammadga iymon etdinglar, bu faqat kambag'allikdan qo'rqmaydigan odamga. Adam bu Payg'ambar alayhisolamning hayotida bunda bir nima qilsa Payg'ambar alayhisolam halliq saviyada yashagan. Lekin bunda bir yer bor. Payg'ambar alayhisolam kambag'al emasdi. Chunki bizde qaysi kun dedik Payg'ambar alayhisolam Ramazonda ne de kan Rasululloh ajwadun nas. Payg'ambar alayhisolam hamma odamdan saxiyati ajwad ma yakunu fi Ramazon. Rasululloh insonlar ichidagi eng shu hiç olmasa Mekke'deki insanlar içindeki en saxiy adam edi. Ama Ramazonda shunda saxiylashib ketadi ki shamol ulab ketadi, shamol kabi ulab ketadi dedi. Yani shamoldek to'xtamay bir saxiy bo'lish uchun yanchiqli bir narsa saxiy bo'ldi. Pul boz bir narsa boz bo'ldi. Buningdan qaraganda Rasululloh asli bir halliq saviyada edi. Lekin Rasululloh baş yendiki bu narsani umumiylik berib o'tadi. Bunu qanday tushunlar degan vaqtida Payg'ambar alayhisalom nima dedi? Bir kunsi İmam Hüseyin radhiyallohu anhu bir sadaqatdan, zakatdan bir narsa yeyman debdi. Biz payg'ambar avlodi zakat yemaymiz ve biz mirasmi qoldirmaymiz, bizning miras qolmaydi degan-chu. Yani payg'ambar ailesi miras qoldirmaydi. Shuni Fatima onamiz Abu Bakr radhiyallohu payg'ambar alayhisalom o'lib ketib, Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa bo'lgan vaqtda Fatima onamiz dadamning mirasini ba'da deb vaqtda dadangizning mirosi yo'q. Chunki dadingiz biz payg'ambarlar miras qoldirmaymiz. Bizning qolgan mulkimizning hammasi musulmonlarning ommaviy mol-mulki bo'lib ketadi degan. Mushningdimi o'ylab baqsa, hozir qaysi boy? Hozir masalan shu bir raislarni tutib olib, uyni aqtolsa, necha million dollar chiqadimdi. Shunama har qanday boshliqni tutib olib, chiriklar, uyni aqtos chiqadi hamda Sveysradagi bankida boshqa emas, uyni aqtosan chamdallab pul chiqadi Rasululloh. Endi qilam deb, ya'ni bu bir dunyolik uchun kelgan payg'ambar emas men uchun. Agar yani boshqalar gumon qilgandek payg'ambarlikni da'vo qilgan bo'lsa, nima uchun da'vo qildi? Bir şu mush dunyoda yashash uchun da'vo qildimdi. Mush dunyoda rahat uchun.
Hemen dekin mesela Resulullah kambag'al değil desek Resulullah kambag'allikdan panoh tilagan. Ama her bir namazdan keyin men dedim, shunama Allohumma a'udhu bika minal ajzi vel kasal vel faqr vel dayn. Yani Peygamber Aleyhisselam bunu tilgan Peygamber chuqurmalik kambag'allikni arzu qilmaydi. Andikin sahabalarning mo'sh jannat bilan xush bishorat berilgan 10 sahabaning 6si boyvachiladi. Mesela o'ylab baqlar Osman radhiyallohu anhu hamda bir davlatning askirini ta'minlaganda iqtisod bilan. Jeyshul Usrani o 300 tögini töge harbiy qurol yarog' va tögü mindigan jangchilarning hammasining iqtisodi o'ylab baqsa gibi. Yani xuddi shu vaqtda 3000 F-16 aeroplanni setib berdi degan gapda endi. Shuning uchun to'g'ri Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam normal turmuşda iqtisodim bo'lgan, ammo oylab yemaydigan, içmeydigan, yeydisi tapamaydigan kunlarim bo'lgan. Mesela Ömer raziyallohu shunday deydi. Payg'ambar alayhisalom ba'zi chog'da bir yeydiganga bir xominin so'xmuslik narsasini topolmay qo'saqlari kakrab ketadi deb Ömer raziyallohu anhu degan. Başka bir hadisler var. Bir gün Ömer qo'sog'imni ichib ketib talağa chiqsam Abu Bakr kelyapti. Voy nima chiqsam qo'sog'imni ichib ketib chiqdim deydi. Qarsak Payg'ambar alayhisalom kelyapti. Ey Rasululloh nima uchun uydan chiqlasak, sizni nima chiqaramiz men uydan shu chiqadi deb. Yani Rasululloh biri iqtisod ba vaqtida bu iqtisodni menda banka hisob qo'yib, o'qib qo'yib bu emas, atrofidagi o'ziga yetkizishni ep qilib qolganni atrofdagi musulmonlarga beradi. Va shundaqla Rasululloh kambag'allikni moddadini to'liq tatib yok şunu savr qilib o'tgan shu Payg'ambar alayhisalom boydayl desak, yani Rasululloh eshib qolgan bir narsa yo'q. Kambag'al deymi desak Qur'oni Karimda dedi. Sen kambag'aldan Allah boy qil dedi. Hadicha onamizga 20 to'gi berdi. Shuning uchun Payg'ambar alayhisalom boylikni yashagan, kambag'allikni yashagan, ammo boy vaqtida yeb ichib qilmay normal ehtiyojini ep qilib qolganlarni. Mesela Xaybardan Fatiha vaqtida Rasulullohga şu o'ljagan g'animatdan 5dan 1 qismini Rasulullohga tekkan. Shuningki deydi, oilasiga butun shu ayollarga 1 yil yetkizchilikni qoldirib qo'yib qolganini hammasini musulmonlarning kambag'allarga taqdim etgan deydi. Yani Rasulullohning eng boy vaqtlaridan birisi shu. Qanday qildi? Eng boy vaqtida 1 yil yetkizchilik ta'minotni ep qilib qolganlarni shu hamma taqdim etdi. Ayşe annemiz deydi, şu ta'minotni yine oshirib qoldik deydi. Ma 1 yillik ta'minot degani yine onu aşırıp qilib, uni ortiqlarni satat qildik deydi. Demak, Payg'ambar alayhisalomningki ahvoli bu hamda. Shu qaraslar Muhammad alayhisalomningki oilasi 3 kun uda tamoq to'yib baxmagan. Muhammad alayhisalomning oilasi kunda 2 vaqt tamoq yeb baxmagan. Bir vaqt tamoq yesa, ikkinchi qatim tamoq yeyish ehtimol. Ya'ni tushdilar bilan kechda polo yemaydi deydi. Bir vaqt tamoq yesa, kechda cho'qim tamoq yemaydi. Endi mush Rasulullah'niki sabrchan ve chidamchan bo'lishda ulgu ekanligi haqida. Hamda Rasulullah'ning hayotini o'qisak, mushu kambag'allarga nisbatan Rasulullah'dan bak yaxshi ulgu yo'q hamda. Ayni Rasululloh necha qitim masalan Uhud urushida Rasululloh qo'shiq tashdan olganligini ko'rdik deydi. Bu nima uchun qo'shiq tamoq dedik? Qo'shiq chaplashib tursa, ancha bak ichib ketgan bir xil tasalli bo'ldi ekanda. Ondan keyin Oysha onamizdan sizlar bu Oysha onamiz dedi, Rasulullohning mo'risidan oylab is chiqmaydi desa, u qanday yashaytinglar desa, suv bilan xoma dedi. Bizning Uyg'urchada quruq non bilan choy degandek gapdi. Shuning uchun Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Va man yasta'fif" dedi. Kimki yani yasta'fif degan, yani boshqalardan so'rashdan o'zini saqlab qolsa deydi. Alloh uni saqlab qoladi. "Va man yastag'ni yughnihu Allah" dedi. Kimki ash boyolmasimi, boshqalardan behojat bo'lsa, Alloh uni boy qiladi deydi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning uyida oylab is chiqmagan payg'ambar. Yani siz qaçınız deydik, Cibrail kelib, ey Muhammed boş Mekke'nin tig'ini oltinga aylantirib beraylikmi degan Rasululloh. Men normal bir puhra, yani sen padişah payg'ambar bo'lishni arzu qilamsa yoki normal bir puhra payg'ambar bo'lishni arzu qilamsa deb so'ragan.
Peygamber Aleyhisselam men mesela Süleyman Aleyhisselam padişah peygamber tayına. Şunama Peygamber Aleyhisselam sen padişah peygamber oluşun arzu kılamsa ya ki normal puhra peygamber oluşun arzu kılamsa Peygamber Aleyhisselam men normal puhra peygamber yani abdun Rasul yani Rasulun abdu oluşunu yani bende yani normal bir insan yani bir peygamber oluşun halayma dep özüge tanlagan. Şunun için şu yoksuzlukta yaşayatkanlar bir kanaat, sabrichallik bulupmu amal ba başkalarına muhtaç bulmaslık yolunu tanlaş. Resulullah'ın özüge ülgü kılış. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dedi o. Men se'alen nase emvalen tekessuran dedi. Yani bir özünün ihtiyacından artık başkalardan bir narsa sorsa dozaqның aşı utunu sorgan buldu. Halis jıq sorsun, halis az sorsun. Şunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizninki şu kambag'allar uchun qanday ulgu bo'lsa, baylar uchun shunday ulgu. Xo'sh, endi Peygamber sallamga biz kambag'allar hojatini so'rab yoki o'zi bilib kelgan vaqtida bularga masalan bir miskinlarga kambag'allarga qanday yordam qiladirasizlar? Rasul sallallahu aleyhi ve sellem kambag'allarga yordam qilishda ba'zida o'zi endi bir narsa bo'lsa, berib yordam qiladi. Shundan bir Arabiy kelib Peygamber sallamdan bir narsa so'radi. Peygamber sallam ba'di rozi bo'ldingmi? Ben rozi bo'lmadim dedi. Sahobalar xaplab qoldi bundan. Şundan bana uy gapirib, uylardan, ayollardan so'rab, "Voy bir narsa bo'ldi." U da biribdi, o adam yine ba'di bir, "Endi rozi bo'lsin, endi rozi bo'ldim. Alloh sendan rozi bo'lsin." dedi. Bo'lmasa boshqalardan asto'la yig'ib beradi. Boshqalardan yig'ib beradi. Lekin yine muhim bir masala var. Peygamber Aleyhisselam bu kambag'allarga berish bilan birga ularni başkalarına muhtaç bulmaydıgan bir işlerini öğütürdü. İşi öğütüp koyardı. Mesela birisi kelip Resulullah mening uyimde işim yok, yeydiğim içim yok dese, Resulullah bir dinar berip, bana bir palto ekegen deb paltodan birini setip alsa, Resulullah öz qo'llan paltını dastalab 15 güngacha meni qashim kelmay men berib o'tini ekilib sat. 15 gün hiç gözüm görülmə. Şu aylık adam şu 30'da kadar özüne ihtiyacı kadar 15 günden gelip Resulullah'a rahmet edip kayadır. Hem Resulullah Ekrem Sallallahu şunu dedi. "Vellezî nefsî biyedih li en ya'khuza ahadukum hablada." Mening jinim ilkide bo'lgan zat bilan qasamki, sizlarning biringlar bir odamni qashiq berib, bir narsa so'rab, xolis berdi, xolis bermaydi dedi. Bunda qilgandan og'amchisini ilib dümbisiga o'tunni atib, mushning bilan jinni baqqini en afzal deydi. Utunchilik qil deydi. Utunchilik. Mesela mush misal olib qolma. Mesela torlarda ilan chiqdi bizda. 2000 lira maaş urdi, andaq ish va. 2000 lira ish urdi, ish va deb ilan chiqdi, adam yo'q. Ammo falon yerda bir narsa taqdi ekan desa, xijilolmaydigan har yosh qarindoshlarimizni ko'rib qolamiz. Mana to'g'ri to'g'ri emasmi? Peygamber Efendimiz utunçılık kılıp, sen haktan onu bunu sorup jügenden utunçılık kılıp Cenab-ı Hakk'ın şu İnsan oğlunun en pakiz, en yaxşı gelmesi öz emgeki bilen, kolu bilen kılgan. Doğru. Ma akala ahadun ta'aman hayran min en ye'kula min ameli yedih. Ve inna nebiyallaha Davud kana ye'kulu min ameli yedih. Bu hadiste bak. Yani insan öz teriden kelgendin mi bek, yaxshi tamoqni yemagan bo'lish kerak. Yani o'zining qon taridan kelgan tamoq eng ezil tamoq. Chunki Nabiyulloh, Allohning payg'ambari Davud alayhisalom o'zining taridan yeydi dedi. Yani bir payg'ambarning misol keltirib turib, yani nima uchun bu yerda Davud alayhisalomni keltirdi? Sen mushtaq qilsang bir payg'ambarning yo'lini tutgan bo'lsa dedi. Haqdan tilab, haqningdan ehtiyoj yo'q jumay. To'g'ri, endi bak ehtiyoj bo'lsa bu ayb emas. Ammo kuching bo'lsa, qo'lingdan kelsa, ishlab yesen, o peygamberning yo'lini tutgan bo'lsa dedi. Davud alayhisalomning yo'lini tutgan bo'lsa. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallam utunchilik qilishga, bo'lmascha dehqonchilik qilishga targ'ib qiladi. Nima degan? Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila min sadaqa. Har qanday bir musulmon
bir daraxtni bir mevlikdan tikib qo'ysa, uningdan odam yesin, hayvonlar yesin, hatto o'g'irlab yesinmi, ajr oldu deydi. Tikkichiga ajr oldu deydi. Nim dedi? İza kana fi yadi ahadikum fasila deydi. Sizlarning biringlarning qo'lda bir ko'chat bor ekan. Tikay deb shunda inissa qiyomat qoyim bo'lib o'tibdi deydi. Agar qiyomat qoyim bo'lib ketsimi, bu qiyomat qoyim kep bo'lib tikibassin deydi. Nim degani? Ishla, sabab qiling. Sabab qil, ishla. Boshqalarga muhtoj bo'lib qolma, yo'linib qolma degan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam men degandek hunar san'at qilishga, mahorat o'rganishga buningga bak targ'ib qilgan. Abu Yaqadis shu. O'zining qo'li bilan yegan tomoq eng afzal tomoq degani shu o'zining qo'lidan mahoratiga tayanib turib, hunariga tayanib turib yegan tomoq demakchimdi. Xo'sh. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tijorat qilishga nima dedi? At-tajirus saduqul amin. Ya'ni samimiy, rostchil tijoratchi ma'an nabiyyin was-siddiqin ve şuhada dedi. Kıyamet günü yani samimiy, rostchil bir tijoratchi kıyamet günü peygamberler bilan, siddiqlar bilan, şehitlar bilan bir darajada bir o'rin turdi deydi. Va tijoratga mavjud emas. Sen bir halol tijorat qilib, jiningni baqsan, zakatingni bersan, kıyamet günü şu tijoratingning savobi seni peygamber şehitlar bilan bir maydonda qila oladi degan. Bu bir yerda Peygamber Aleyhisselam nima demoqchi desa, yani başqalarga muhtoj bo'lib qolganlikdan utunchilik qil. Hunar o'rganib, hunarvanchilik qil. Bo'lmas dehqonchilik qil, tijorat qil, bir narsa qil, ammo muhtoj bo'lib qolma. Demak, hamda Peygamber Aleyhisselam shu kambag'allarga berish emas, yani beliq tutishni o'rgatib qo'ying. Beliq tutishni o'rganib qo'ygandan bak uningga qamoqni yasashni o'rgatib qo'ying degan bir gaplar bor. Shuning uchun Peygamber Aleyhisselam da qarab qilib ish qila oladigan, badani sog', tini sog', aqli saqlab qolsa, shunda tijorat, dehqonchilik qilishga yoki nima qilishga ashta manda yordam qiladi. Bu eng yaxshisi, taqmo go'zal yordam. Sen bir odamni bu muhtojlikdan manda darajada qutqarsan, chunki hozir 5 ko'y versan, 12 kun 5 ko'y tugaydi. Yeni muhtoj bo'ldi u. To'g'ri. Hem de ahırda müşahedemde tilemçi meselesi mi oturak kıldı bir adam. Koçlardaki tilemçilere bu nasip eriş meselesi. Hem de bu tilemçilerinki asli bu tilemçi fakat İslam şeriatida bir gün yemeklik yetkidek bir narsa tilisi vazifasi tutuşuda. Ondan artık tilisa o cinayet oldu. Şundan muhtaç yok kaldı. Hani ko'chadagi tilamchilarning hozir bizning hozirgachilik bilginimiz, ular xil odamlardan boy. Masalan, o'lib qolsa bankadan pullari chiqayotgan, uydan 3 kishi chiqayotgan, shunami? Ular tilab keyin mashinada kelib, tilab mashinada ketib qolgan. Tilamchilikni odat qilib olganlarga mencha bermaslik kerak. Bo'libmi sog'lom odam bo'lsa. Şunu lekin ular saxtipazlik qilib ayollar bo'lsa yalg'on ballarni ko'tarib oldigan, putlarini tengib yalg'on cho'loq oldigan, mandalar bor. Lekin nurg'un davlatlarda asl ularni baqudi agar ular ma'qul desa, ularni baqudi. Shuning uchun bularga amal bor, bermaslik, berganda mana oz bir narsa. Yani şu an Türkiye'de belki camilerde tilamchilarga bir narsa berish haramdir. Haram to'g'ri shu. Shu Payg'ambar alayhisalom masjidda bir narsa tilaganga bermanglar degan hadis bor. Masjidda bir narsa juda katta deb tovlagan, masjid bir narsa bad odamga narsa bersak to'g'ri bo'lmaydi. Bu to'g'ri hadis emas. Masalan, voy mening balam juda ketgan, to'gam juda ketgan deb masjid tovlash bo'lmaydi. Masjid bir narsa tilash bo'lmaydi. Hamma men dedim, masalan, Turkiya hukumati necha qadam televizorda chiqadi. Shunama qarasa puti yo'qlarning puti chiqib qoldi. Kuzatsa 1 soat ichida tilash jarayonida 1 soat ichida 100 TL pul tepib olganligini. Yani demek o 100 TL deganing 200 gider bir adamdanki. Shuning uchun undalarga berganlik, bu kichik bolalarga, masalan, kichik bolalar tilaydi. Bularga, andikini yoshlarga, andinki shu yosh sog'lom odamlarga berganlik to'g'ri emas. Hem buningki bushlar ziyonkashlik qildi. Bunu kichik bolaga bersak, aballar maktabda o'qimay, hunar o'rganmay, ana kunib oldi, shundan uning zulm, biz zulm qilgan bo'lamiz. Bular qat'iy berish bo'lmaydi.
Hani bir aksak çolak, yeşi bek çoğun kalsa, besim az bir işin. Mişkas bunlar keşke çıkıldı. Özünün ihtiyacını artık tep aldı. Biz o kişilerden ki yaman işe yardım kısa olmaydı. Tamam. Hoş, bugün programımızın ahırı keldi, hem de ahırda sualimiz doktorxanalarda tekşiriş üçün elindəğən kan rozunu buzamdı. Elki doktorxanaga bargan çağda mı tekşiriş üçün elindəğən kanlar var. Kandaki mikroplarını qaysı kesalar. Bunu İbn Baz rahmetullah aleyhinin fetvasında Ramazan'dan sındırmaydı o degen. Adette mi azrak aldı o kanlarını. Ama aşu cek birisiga kan beriş üçün cek kan verimiz o. Bu sındırıp kaldı o degandan ba, sınmaydı o degandan ba. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicamet kısa roz sındı o degen hadisga asasen hicametim cek kan çıkır demez mi? Şu ama cek kan 300 gram, 500 gram aldığan kanlar olsa sındı o degandan ba, sınmaydı degandan ba. Ama adette ma tumurdan azrak bir 3 nimede bir 200 gram kanını tekşiriş için algan kanıga İbn Baz rahmetullah aleyh 500 gram aldı o tekşiriş. Onun sınmayı degen tahlil. Tahlil yani analiz kılış için tekşiriş için algan kan sınmaydı o dep ayında. İhtiyacda mecburiyetten yani doktorun. Kan sınmaydı. Hoş. Köpüne rahmet inşallah. Programımız inşallah ahırlaştı. Evet, yeni davamlaştıramız. İnşallah. Allah nasip etsin. Kadirlik görülmelerimiz şuna kadar bugünkü mana bu Resulullah programımızdaki 13. sani ahırlaştı. Anlap öttük her kaysi mavzularda Resulümüzdeki kembeğallerge, acizlerge, pikir miskinlerge kandak muamele kıldıqanlıqı. Elbette her birimizden bu yaxşılıklar köpeyip atkan hemmemiz normal gündekiden başqaça nurgun yaxşılıklar yolları içilip atkan bu mübarek aylarda mana şu acizlarniki, haqiqiy acizlarniki beşini sılap şularga köyümçanlıq qilish iyi bo'lgan bu mübarek ayda şu fırsatlarni bilib Resulümüzün ahlakını öğrengen şekilde yaxşı işlarni qilib o'lishimizga tilakdoshimiz. Rabbim ömür berse atiki programımızı görüşükçe sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. İcabetlik dualarında bu güzel mübarek aylarda bizlere şunu dua kılıp koşamalı. Çin kalbimizin ümit kılımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Kalbil muteyem kullama salla aleyke ve sellama ذاق السعادة مغرما يا سيدي